Hey yo, hammaga salom alaykum. Sizlar bilan men Bilal Pro Comedy do'stlar. Bugun sizlar bilan o'zim o'ynagan Minecraft qanaqa o'tishni olib ko'rsaman. Hop, birinchi o'rinda Google ga kirib olib yozamiz. Minecraft yozib 1.21 yozib mana ko'rasizlarmi mana ana mashinaga kirib mana skachat degan narsa bor. Mashinaga bosasiz, skachatga bosasizlar o'zi reklama bo'ladi. Reklamani mana bu yerda X turibdi. X bosib pastga tushsanglar mana 274 megabayt turibdi. 275 megabayt turibdi. Mashina shunaqa qilasizlar. Mana Minecraft 1.21 versiyasi o'tadi. Keyin Happy Mode bor. Mana tagida skachat Happy Mode. Men buni o'tkazganman. Keyin yuklab olib, undan Brawl Stars o'tkazganman, har o'yin o'tkazganman. Mana shu Happy Mode'ni ham o'tkazishinglarni tavsiya beraman, chunki Happy Mode ham yaxshi, zo'r. Lekin bir yomon tarafi mana shu Happy Mode o'tishchi rosa qiyin bo'ladi, aytib qo'ying. Men rosa qiyin bo'lgan o'tkazish. Hozir ko'rasizlar, sizlar hozir ko'rsataman. Men Minecraft 1.21 versiyasini hozir o'tkazib, hammaga ko'rsataman. Agar kerak emas narsalarni udalit qilib tashlaylik mana shu joyda, mana bu joyda. Mana shu 7-yanvarda o'tkazganman mana shuni. Keyin o'chirib tashlaganman. Mana ustunovka bor. To'xtanglar. Mana ustiga bosasizlar mana. Ustiga bosdim. Yana o'tdi. Mana. Ko'rasizlar? Ko'rasizlarmi bular? Yo'q, men raqamni olayotgan edi. Uch qoldi, bitta bosib qo'ydim. Mana готов, открыто bo'ldi, mana bo'ldi. Keyin buni olib kirganda ko'rsataman. Hozir o'chib qoladi. Agar kirayotganimda video olib tursam o'chib qoladi. Mana bolalar kiryapti, mana. Prosta ustiga bosdim-da, sразу yana yoqdim. 3 sekunddan o'tgan hali 2 sekund o'tdi. Mana ko'rasizlar, ko'rganingizdek xuddi shunaqa bo'ladi. Pastini bosasizlar. Mana sizlarda o'g'il bola, qiz bola bo'lishi mumkin. Menda qiz bola bo'lib chiqib qoldi. Играть bosib, mana bu yerda создать новый мир, keyin o'zingizlar bilsanglar kerak Minecraftda. Ashlar xohlagancha ko'rasizlar mana. Misol uchun texture qilsanglar bo'ladi, mana плоский мир bossanglar, bo'ladi. Uzun mir bo'ladi. Cheat qanaqa yoqasiz deganlar, ustiga cheat deb ustiga bosib, mana bu yerda cheat turibdi, ko'rasizlar mana. Mana shu yerda cheat turibdi. O'shani bitta yoqasizlar. O'zingizlar xohlasanglar faqat kechqurun, faqat kunduz kuni qilsanglar bo'ladi. Keyin moblarni tirilmaydigan qilib qo'ysanglar bo'ladi. Men faqat mana shu yangi, mana bu uzun mir ochganimda sozdati mobni o'chirib qo'yaman. Nega desanglar, chunki unda jilelar paydo bo'laveradi. O'shaning uchun o'chirib qo'yganingiz yaxshi. Chunki men o'chirib qo'yaman. Keyin setting qilsanglar, o'zingizlarga minus tomoni bor. Agar ko'p ertalab bo'lsa, sizlar kravat olishinglar kerak emas. Yuqursanglar, kravatsiz g'alati turadi-yu. Kechqurunlik qilishinglar kerak. Ammo misol uchun sizlar bitta hardcore o'ynasanglar, bu cheat yoqilmaydi hardcore. Shuni ham eshitib qo'yinglar. Mana hardcore hozir sizlarga ko'rsataman hardcore qanaqaligini. Hardcore bilmaydiganlar uchun mana hardcore mana bunaqa bo'ladi bolalar. Qattiq o'sha ko'rsataman. Mana hardcore. Mana hardcore. Agar bitta dona olsanglar, o'zi ketdi. Qaranglar. Men buni bosib qo'yaman. Hop, ko'rasizlar, bitta joninglar ham g'alati bo'lib qoladi. Qaranglar, keyin kompyuterdagi qilsa bo'ladi bu bolalar. Jonni pastga qilib qo'ysa bo'ladi. Menda hozir tepada turibdi.
Hozir hammasini tushuntirib o'taman. Hozir 10 minutlik video qilamiz. 10 minutlik video qilamiz. Videoni ham qilib ko'raman. Agar o'xshamasa, video shu joyida to'xtaydi. Uni chit yoqmaganman. Bolalar bilasizlar, har chit nima yoqilmaydi. Mana chitroq qolibdi. Mana ko'rasizlar, tepada mana qaranglar. Tepada hozir mashina. Mana buni qaranglar. Mana bunaqa ko'rasizlar, men bilan ko'rasizlar. Bunaqa hozir sizlar ko'rsataman. Menda boshqacha bo'lib qoladi bu. Pauza qilmayman. Pauza qilmasam ko'rsataman. Mana. Настройки kirib, kompyuter bor ko'rasizlar. Mana video kompyuter. Mana men videoga bosib pastiga tushasizlar. Bu emas, pastiga tushasizlar. Keyin pastidan bitta buni sizga mana turadi. Klassik bilan. Shuna bo'radi bolalar. Mana shuni bitta bosib qo'ysanglar mana. Pastda o'qigan, mana buni ko'ringlar. Shunaqa. Endi videoni qilib ko'ramiz. Ana yana bolasi. Mana shunda bo'lib ketadi hozir. Ay! Kriza. Nima kelsa? Sanda bo'lib ketdi, senga qaruvdim, yaxshi. Muhammad Yusuf o'rtog'im aytdi, Minecraft ol, dedim. Mana Minecraft oldim. 2 Minecraft o'tkazishni, havrolonni o'rgatdim. Endi Minecraftda 10 minutlik, hali 4 minutimiz bor. 4 minut ichida o'lib ketmasam bo'ldi. Menga mana shu video kommentariyada har xil challenge bersanglar, challenge-larni ham bajarib turaman. Challenge bersanglar qaramay qolgan bo'lishi mumkin, lekin bunisida challenge bersanglar hammasini aniq qilaman. Topor kirka birinchi o'chirdi kerak. Kirka. Asha g'alat. Mana pistirmadan bitta turib ketadi-da. Yaxshi. Yoqmaydi menga mana shu. Hayotni ko'rsanglar, bari ayyorligini qiladi. Sosiska berib tursanglar, qo'llanishga kirisa bobo. Cho'chqamikan, yengami cho'chqa? Ya'ni bolasi. Qo'y bo'lsa lekin vashshay bo'ladi. Sigirni qaranglar, voyliq. Sigirmi, molmi? Mol bilan farqi yo'q ekan. Minecraftda echki bormi deganlar, echki bilmayman, bormi yo'qmi? Menimcha bor echki. Ana sakriydigan echkilar ham bor. Sakriydigan echki ana bor. Menimcha yurayotganini bitta qo'ysanglar sakrab ketib qoladi. U sakramaydi, bug bo'lib qolib sakrab ketadi. Hop, endi biz hardcore'da yashab qolishimiz kerak degan video qachon olaman? Mana shu videoni ertasiga olaman. Shu bilan endi 85 kun video qilaman. Agar video hozir turadi 5 sekund. To'g'ri. Agar qila olmasam, yana bilmadim. Kamera video qachon olaman. Aytayman shu, ya bilmadim. Buni ancha ko'p menimcha. Hammasini ana qo'li. Bombardino, crocodilo, bombardino, patapim. Mara. Ballerina cappuccino. Eman diyor, asabim yetiydi bor. Naqar iplasam qara kelsin. Tulkini qara kelsin. Shunaqa mana ko'rasizlar. Tulki o'z asabim yetiydi, ko'rdinglar. Mani spotim bor, dalilim ham bor. Meni keltirib beraman. Hop, ketdi pastga. Pastdan chiqsam bilmadim. Hozir 5 sekund. Hozir ekranni qotib qoldi. Bolalar, endi qazo'ramiz. Skelet yuribdi. Skeletda. Endi bize fakkel topishimiz kerak. Agar fakkel topolmasak, fakkel
fakkelga ko'mir kerak. Bu qurib bo'lardi, lekin men pastroq tushib ketdim. Ben asamga teggan bitta narsa bor. Buni ham bor qilamiz. Voy. Nima ne bo'ldi? Bak. 12 tane. Bitta bundan yasaymiz. Kerak. Tapur kerak menga hozir. Fakkel ber, fakkel. Shuna fakkel berorsa-da, shuna qilmaydi-ku. Fakkel chiqish hali ancha zo'r. Almazli mirdan hamma almaz bo'ladi-yu. Tirishlar bilan taxta qatdan topasizlar. Daraxt ham olmosda. Shunaqa video chiqasa ko'ring, ukam o'sha modda Baxus degan bola bor, Baxus. Ukasi bilan oladi-yu video. O'sha bolalar modlar bor, o'sha modlarni olib video qilishim kerak. O'zi qilmaganimga birinchi bo'ldi video. Obuna bosib, like bosib qo'yishinglarni so'rayman, iltimos. Agar ko'mir chiqsa, ko'mir topsam bolalar. Ko'mir topsam. Like bosasizlar, podpiska bosib qo'yasizlar. Podpiska bosmaganlar hozir bosib qo'yinglar. Sizlardan hech nima ketmaydi, pul so'ramaydi. Televizordan bo'lsa ham bosib qo'yinglar. Bilan televizorda ochganmisizlar, anaqa nima deyapti? Televizordan o'rtoqlarim anaqa ochmagan, nima deyapti? Akkaunt ochmagan. Men ochganman o'zimizdan televizordan. Like bossa ham bo'ladi, podpiska ham bo'ladi. Shu ko'mir topolmayman, bor-ku. Creeper. Yo'qol. Upangni. Voy. Ay, qoch. Meni bola. Hammaga xayr do'stlar, bugun sizlar bilan biror komment bo'ldi. Hammaga xayr. Like bosib, obuna bosib qo'yish esidan chiqmasin. Xayr.